Ayrim oilalarning farzandlariga kontrakt to'lovining yarmi to'lab beriladi. O'zbekistonda 2026-yil fevral oyidan boshlab kam ta'minlangan oilalarga mansub ayrim toifa fuqarolari uchun o'qish xarajatlarining bir qismini qoplash hamda harbiy xizmatni bepul o'tash tizimi joriy etiladi. Hujjatga ko'ra, yangi tartib 2026-yil 1-fevraldan kuchga kiradi va oilasi kam ta'minlanganlar reyestriga kiritilgan yoshlar uchun amal qiladi. Xususan, professional va oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning kontrakt to'lovining 50% gacha bo'lgan qismini davlat qoplab beradi. To'lov miqdori tuziladigan ijtimoiy shartnoma shartlariga qarab belgilanadi, ammo bir o'quv yili uchun kompensatsiya miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari, ya'ni 20,600,000 so'mdan oshmasligi lozim. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan yoshlar uchun safarbarlik chaqiruvi zaxirasida xizmat qilish to'liq bepul bo'ladi. Shu bilan birga, bir fuqaro bir yil davomida turli ko'rinishdagi ijtimoiy yordam turidan 2 martadan ortiq foydalana olmasligi belgilandi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'ling.